Bugün Ulaş babamızın ve dostumuzun libra tuyda, sünnet tuyga oturup biz hammalardan jola ömürlerimiz hammalarimiz baştuğ kılıç Allah nasip rojalar versin. Baştuğ kılıçka yiğitlerim, ırskılı mertebeli kat yiğitler, iyiliğe, halkıga, otenasiya, boğmalarga hizmetkarken kat yiğitler bulsun. Allah işlerman tadbirkar yiğitler buyursun Allah. Nimetlerimiz isteyen niyetler versin. Dolayı şöyle turlarga kilik hammanızga Allah nasip olsun. Allah'ım subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Evvelen bir assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugün mana do'stimiz Urosh bova eng yaqin o'rtoqlarini, qavm qarindoshlarini, qishloqdoshlarini jamoat jam qilib turib el oldidan o'tish arafasida turibdi. Albatta bularni sababchilari mana shu nevaralarimiz. Nevaralarimiz mana shu do'stlarimizni vaqtiga, elimizga xizmat qiladigan katta kadrlar bo'lib turib, bobolariga, ota-onalariga xizmat qiladigan yigitlar bo'lib yetishsin. Umri uzoq bo'lsin, baxtli, saodatli bo'lib turib, nasib qilsa kelajakda mana shu jajji farzandlarini yetalab turib, nikoh to'ylarini ham ishtiroki bo'lishi nasib bo'lsin. Mana shu do'stimiz Ulosh bova bundan buyog'i ham yana bir necha bitta to'ylar qilib berib turib, ana shunday elni oldida o'tib turib, el oldi bo'lib berishi nasib bo'lsin. Mana shu yerda o'rtoqlarni ham hammasini mana shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga buyurish nasib bo'lsin. Rahmat rais so'z berganlar uchun.